Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan audio hikoya Sir ortida YouTube kanali. Bugungi format biroz boshqacharoq uslubda tayyorlashga harakat qildik. Bugun siz bilan O'zbekiston milliy terma jamoamiz futbol bo'yicha 2026-yilgi Jahon chempionat o'yinlari oldidan ba'zi bir ma'lumotlarni tayyorlashga harakat qildik. 2026-yilgi futbol bo'yicha Jahon chempionati tarixda ilk marotaba 3 davlat hamkorligida o'tkaziladi. Bular AQSh, Kanada va Meksika. Ushbu musobaqada 48 terma jamoa Jahon chempionati kubogi uchun maydonda kurashadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Jahon chempionati o'yinlari 16 shaharda bo'lib o'tadi. Final uchrashuvi New York hududida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tasavvur qiling, 48 jamoa. Bu jamoalar bu jahon chempionatiga o'z-o'zidan kelib qolmagan. Bu jamoalar ichida O'zbekiston bunday jahon chempionatini 34 yil orzu, sabr, mehnat, mashaqqat va harakatlar bilan bunday yuksak natijaga erishdilar. Bu yo'lda futbolchilarimizning jahon chempionatiga chiqishiga birgina gol yetmay qolar edi. Ba'zi futbol muxlislari fikrlari o'sha paytlari bizning futbol jamoamiz hech qachon jahon chempionatiga chiqa olmaydi degan fikrlar ham bor edi. Mana yillar o'tib O'zbekiston milliy terma jamoasida yangi avlod futbolchilari paydo bo'la boshladi. Har bir futbolchilar birgina maqsad bilan jahon chempionatiga chiqishimiz kerak deb oldilariga qo'yilgan vazifani a'lo darajada uddalashdi. Yangi avlod futbolchilari siz futbol muxlislariga allaqachon tanilib bo'lishgan. Bular Abbosbek Fayzullayev, Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov va boshqa futbolchilar. Bu faqat futbol haqidagi hikoya emas. Bu avlodlar orzusi haqida. Bu Server Jeparov, Odil Ahmedovlar erisha olmagan, juda yaqin qolganida omad kelmagan, lekin yangi avlod bu marrani zabt eta olgani haqida. Son sanoqsiz armonlari va nihoyat O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati o'yinlariga yo'llanma olgani haqida bo'ladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi davlat prezidenti futbolga juda katta e'tibor berganliklarida, futbolni rivojlantirganliklarida deya olamiz. Futbolchilar uchun kerakli sharoitlarni yaratib berdilar. Kamdan kam davlatlarda bunday sharoitlar futbolchilar uchun yaratilgan. O'zbekiston futbolchilar terma jamoasi qanday natijaga erishmasinlar, ular nihoyat jahon chempionatiga chiqdilar. Buning o'zi ham biz uchun bir g'alaba. Bizning Sir ortida audio hikoyalar kanali va butun O'zbekiston xalqi futbol muxlislari nomidan O'zbekiston milliy terma jamoasiga bu yilgi jahon chempionatida kerakli o'rinlarni va yaxshi natijalarga erishishlarini barchamiz duo qilib omad tilab qolamiz. Umid qilamizki, O'zbekiston milliy terma jamoasi bu 2026-yilgi jahon chempionatida kerakli va yaxshi natijalar bilan qaytishadi. Izohlarda Olg'a O'zbekiston deb kanalga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.